spirtli ichimlik ichib yoki narkotik modda iste'mol qilib jinsiy aloqa qilsa, aloqasi yaxshiroq bo'layotganligini, agar o'shalarni iste'mol qilmasa, aloqasi yaxshi bo'lmayotganligidan shikoyat qilishdi. Bu albatta juda yomon narsa. U erkakda jinsiy zaiflik, tez bo'shanish va psixogen erektil disfunksiya kuzatilayotgan edi. Bu odam o'sha psixikasidagi, ya'ni miyasidagi, ruhiyatidagi muammolarni yo'qotish uchun alkogol yoki narkotik moddani iste'mol qilib, ayoli bilan qo'shilayotgan edi. Buning natijasida bu bemorda narkotik moddalarga qaramlik va alkogolga qaramlik vujudga kelib qoldi. Endi bu bemorning bitta muammosi ikkita bo'ldi. Bu endi jinsiy aloqaga umuman qiziqmay qo'ydi. Jinsiy munosabatlar buni umuman qiziqtirmas edi. Va uning dardi, fikri faqat o'sha narkotik moddani iste'mol qilish yoki bo'lmasam alkogolni iste'mol qilish bo'lib qoldi. Ko'ryapsizmi? Tibbiyotga noto'g'ri yondashuv bemorni bitta muammodan qutqazaman deb, o'zini qutqazaman deb, ikkinchi muammoga tiqib qo'yganligi. Natijasida u birinchi muammo umuman aktualligini yo'qotib, ikkinchi muammoga botib ketganligi ma'lum bo'ldi. Bundan oldin bitta bemor keluvdi menga. Bir tabiblarni yomonlamoqchi emasman, yaxshi tabiblar ham ko'p. Ammo bir soxta tabibni gapiga quloq solib, bir qo'ng'izni olib, uni maydalab tuyib iste'mol qilib, jinsiy funksiyasini kuchaytirib, "Va, men zo'r bo'ldim, mana shu qo'ng'iz zo'r ekan" deb, o'sha qo'ng'izni iste'mol qilib jinsiy aloqa qilgan. Boshida aloqalari zo'r bo'lgan. Keyin ancha vaqtdan keyin siydikda qon paydo bo'lgan. Ko'zini ichi sarg'ayishni boshlagan. Keyin bu shifokorlarga borishni boshlagan. Terapevtga borgan, aytgan, "Meni ko'zim ichi sarg'ayib ketdi, nima qilsam bo'ladi?" desa, tekshirsa jigarda muammo, buyrakda muammo, nefrologlar, urologlar shug'ullanishni boshlagan bu bilan. Kimga borib aytsa ham, "Mana shu qo'ng'izni iste'mol qildim, shundan keyin bo'ldi bu narsa" desa, ular e'tibor qilmagan qo'ng'izga. Keyin bir kun bizni ko'rigimizga kelyapti-da, doktor deyapti, "Men bir qo'ng'iz iste'mol qildim, shu qo'ng'izdan keyin menda muammo paydo bo'ldi" deyapti. Shuni internetda teryapman-da, rasmini chiqarib ko'rsatyapman. "Mana shu qo'ng'izmidi?" desam, "Xuddi shu qo'ng'iz edi, xuddi shu edi" deyapti. Men aytayapman, "Bu qo'ng'izni iste'mol qilib, bu baloga giriftor bo'lgan bitta siz emassiz. Menga bir nechta bemor kelgan bu qo'ng'izni ta'sirida. Shuning uchun bu qo'ng'izdan foydalanmaslik kerak. Bu juda ham zaharli qo'ng'iz" deb tushuntirdim. Endi nima qilamiz dedik. Endi bu qo'ng'izdan zaharlanishni o'ziga xos davosi bo'ladi dedik va uni davoladik. Hozirgi kunda Xitoydan kirib kelayotgan ba'zi bir internetda reklama qilinayotgan dori vositalarini ichida o'sha qo'ng'iz mahsulotlari qo'shilgan. Siz uni olib ichasiz, juda ustlari chiroyli qilib, bezatib qilinganda, siz uni olib ichasiz, vaqtincha sizni jinsiy quvvatingiz kuchayadi, zo'r bo'ladi, lekin ma'lum bir vaqt keladiki, sizda organizmingizda o'sha qo'ng'iz o'zini toksik ta'sirini ko'rsatadi. Chunki uning terapevtik dozasi bilan toksik dozasi ikkovi bir xil. Masalan, deylik, davolovchi dozasi 500 mg bo'lsa, terapevtik dozasi. O'sha 500 mg sizga toksik ta'sir qiladi, ya'ni zaharli ta'sir qiladi. Agar uni 400 yoki 300 mg qilib ishlatsangiz, davolovchi ta'sir vujudga kelmaydi. Shuning uchun, azizlarim, turli xil internet ma'lumotlari, ChatGPT, sun'iy intellekt ma'lumotlariga asoslanib yoki bo'lmasam chala mutaxassislarning ma'lumotlariga asoslanib, o'zingizni sog'ligingizni xavf ostiga qo'ymang. Bu narsalarni sizga Alloh taolo tekinga bergan. Va buni albatta oxiratda sizdan so'raydi buni. Tekinga berilgan narsani
qadri bo'lmaydi. To'g'ri. Lekin siz o'zingizni sog'ligingiz sizga tekinga berilgan bo'lsa ham uni qadriga yeting. Chunki sog' bo'lmasangiz pul ham topolmaysiz. Sog' bo'lmasangiz farzandlaringizni ham tarbiya qila olmaysiz. Sog' bo'lmasangiz ko'zingizga topgan pulingiz ham ko'rilmaydi. Umuman hech narsa ko'rinmaydi ko'zingizga. Shuning uchun albatta o'z sog'ligingizni o'zingiz ehtiyot qiling.